فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فمن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وإن الله لا يهدي القوم الظالمين. Bu oyat karima Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning o'zlariga xitob bo'lib aytilgan oyat. Alloh taolo aytayaptiki, agar ular senga ijobat qilmasalar, ey payg'ambarim, fa'lam, bilib qo'y. Ular havoyi nafslaridan boshqa narsaga ergashmayaptilar. Payg'ambarga iymon keltirmaslik, payg'ambarning aytganini qilmaslik, payg'ambarning chaqirig'iga ijobat qilmaslik, u zoti va barakotni behurmat qilishlik, hammasi sababi nima? Innama yattabi'una ahwaahum. Shudir, shundan o'zga emas, boshqacha bo'lishi ham mumkin emas. Ular havoyi nafslariga ergashyaptilar xolos. Shuning uchun mana shu nobakorlikni o'zlariga ravo ko'ryaptilar. Aynan havoyi nafsga qul bo'lishlik, havoyi nafsga ergashishlik, havoyi nafsning orqasidan yurishlik payg'ambarni chaqirig'iga ijobat qilishdan ularni to'syaptilar. Ana endi bu yog'ini ko'ring. Man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah. Endi aytinglar. Allohning hidoyatini qo'yib, Allohning ko'rsatganini qo'yib, o'zini havoyi nafsiga ergashib ketgan odamdan ham adashkorroq odam dunyoda bormi? Allohning hidoyati turibdi. Ikki dunyo saodatini kafolatini olgan ta'limoti turibdi. Dini turibdi, Qur'oni turibdi, payg'ambari turibdi. Lekin uni qo'yib kimdir havoyi nafsiga ergashyapti. Ana shu odamdan ko'ra dunyoda adashkorroq odam bormi? Albatta yo'q. Va albatta Alloh taolo zolim qavmlarni hidoyat qilmas. Mana shu oyatning so'ngida Alloh taolo havoyi nafsga ergashishni zulm deyapti. Chunki o'sha havoyi nafsga ergashib, yuqoridagi oyatdagi itni holiga tushib qolgan banda aslida Allohning hidoyatiga ergashish kerak edi. Bu zulm qildi. Ana shu hidoyatning o'rniga havoyi nafsga ergashdi. Bu juda katta zulmdir. Ana shu zolimligi uchun Alloh ularni hidoyat qilmaydi. Havoyi nafsini ixtiyor qildimi? Buni shahvatiga berildimi? Ana endi o'sha bilan yuraversin.